Men sizga bitta narsani aytaman. W212 350 ming so'm расход qilib 450 kilometr yursangiz bo'ladi. Mashinani vidini qaranglar, chiroyliligini. Hammamizga nasib qilsin. Birin-ketin sizga xarakteristikasini tushuntirib boraman. W212 3,5 litrli 272 motor turibdi. Ya'ni 272 tadan ortiq kuch ko'proq, 272 tadan ortiq kuch ko'proq. Mashinamiz stejda, propan gazlari ham dokumentalni o'rnatilganda, menimcha Malibu'ni sotib olib, mana shu 212 ni bitta haydab ko'rasizmi deyman. Xo'p, mana restyling bo'lgan, ya'ni farasi, bamferi, mana shu krilosi, chunki restyling bashara ancha aqlli bo'ladi-da. O'zimga ham yoqadi. Buni qarang. Diska balonlarini yaqindan almashtirib qo'yishibdi. Kalotkalarigacha almashtirilgan. Benzinni ham yaxshi yuraveradi. Propanni ham yaxshi yuraveradi. Sizga yaxshi ko'rinyaptimi? Bitta podpiskani bosib qo'yaverasizlar. Xo'p, endi salon holatlarini ko'rsatamiz. Salon holatlarini qarang. Birinchi panorama tomlari bor. Tonirovka rashelari ham bor. Salon holatiga bitta e'tibor bering. Hamma joylari zo'r bo'lib turibdi. Anatomiya rul, sidenalar isiydi. Kalsiner pechka hamma narsa ishlayotgan ekan. Shaxsan o'zimga yoqdi. Sizga yoqdimi? Mana shu poligini cho'ta olib tashlash kerak, nima dedinglar? Poligini olib tashlashinglar yana ham video ochilarmidi? Xo'p. Mashinani umuman xarajati yo'q deb aytibdilar. Nakitkasini yechib tashlaysiz, jigaring salon. Maza deydi-yu. Endi bugundan boshlab mana shunaqa YouTube'larga ham mana shunaqa kadrlarni olib turamiz, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Narxi nech pul deb o'ylaysizlar, narxi? Narxi $22,900. $22,900 siz do'risini topa olasiz-da. Bu restyling qilib qo'yilgan, dokumenti ham toza. Dokument toza deganimda ko'pchilik aytishadi. Dokumenti notoza mashinalar ham bormi deyshadi. Qayta jihoz mashinalar ham ko'p-da hozir. Bu mana shu hammasi yili-yiliga to'g'ri keladigan, motorlari dokumentda yozilgan. Xullas, ana xushbo'y mashina deydimi? Sizni ko'ngilingizga yoqadiganda bitta laykka, podpiskani bosib qo'yavering.